uch yangam yo'qmi? Uch yangang ketdi bozorga. Nimaga? Onam aytantila qattiq olib chiq deb. Kimni qizisan? Usta akani. Uskapangmi? Uskapang qizimisan? Nima dedim unaqa deysiz? Shu ham sen qizi bo'lsang, seni kelin qilaman nasib bo'lsa. Sizni o'g'lingiz nima biron qon ekan? O'zingizdan battar chirrik. Dadamga aytib beraman. Bor, ay. Dada. Ha qizim. Ana hamshiramiz Ismat aka bor-ku. Ha. Shumanga seni kelin qilaman dedi. Ismat churrimi? Ha, bu. Men unga o'z kelin topib beraman, u mola. Dada, u yana siz bilasizmi nima dedi? Nima deydi? Husi kapak dedi. Onangga Ismat churr rozimi? Kadilar pishgan uyda to'ydi. Ismat churr. Zo'rlayver. Ha? Nima men qizima sen kelin qilaman deb gapirding? Hay nima bo'libdi? Nima bo'ldi? To'q qo'yganmisan? Hay bir chiroyli qizing bor ekan, o'g'lima mos Mos ko'rma, seni o'g'lingga mos emas. Amir Olimxon bachasiga mos meni qizim. Tushundingmi? Hay hushsi, qo'y qanonasini ensin bachalar katta bo'ylabdi. Esli xushli, bir xudo bo'lib, nima? Sen bilan hayotda xudo bo'lmayman. Ismat churri, sen bilan xudo bo'lgandan ko'ra fantamas bilan xudo bo'laman. Tushunding? Menga qaraqa, sen nima meni yoshlikdagi laqabim hammaga aytib yuribsan. Uskapak deb. Hay nima bo'libdi? Men laqabimni sharmanda qilib tashladimkanmi? Ismat churri deb. Yana bir marta aytsan, keyin ko'raman seni. Ismat churri. Usti kapak laqabingni televizorga chiqaraman, tushunmi? Sen endi odamman, seni ustingdan yozaman. O'zi 10 sotiga yeringmi, 5 sotiga soliq to'laysan. Seni ustingdan yozib, qamataman seni harom.